Assalomu alaykum. Efirda O'zbek New York telekanali. Hurmatli teletomoshabin do'stlar. Bugundan boshlab shunchaki hazil sahifamizni sizlarga juda ko'p rollari orqali tanish bo'lgan teatr va kino aktyori Sodiq Mamajonov olib boradilar. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Shunchaki hazil ko'rsatuvimizni uchrashuv deb nomladik. Birinchidan sizlar bilan uchrashib turganimiz, qolaversa bu sahifamizni otaxon san'atkor, O'zbekiston xalq artisti G'ani A'zamovga, marhum san'atkor O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimovga bag'ishladik. Keling, sizlarga yaxshi kayfiyat tilab, shu ko'rsatuvimizni tomosha qilaylik. Sizlarga baxt hamisha hamroh bo'lsin. O'tganlarni Allohim ruhini shod qilsin. Assalomu alaykum. Salom. Salom. Qani? Yaxshimisiz? Salom. Ko'zimga juda ham issiq ko'rinyapsiz. Imtihonga nechinchi marotaba kelishingiz? Domlajon, sizni juda ham hurmat qilamiz. Любой paytda kelgin, siz kelaveramiz. Shunaqami? Shunaqa. Yaxshi. Qani bo'lmasa biletdan olingchi. Buni yirtib nima qilasiz? Bismillah, sunnatulloh. O'zi ochiq-ku. Kechirasiz. Bilet numari nechinchi ekan? Bilet numari. Bilet numari. Bilet numari. Domlajon, sizga kerakmi tog'alarning, jiyanlarning katta o'g'illari ko'pdan ko'p salom aytyaptilar. Ha? Salomat bo'lsin. Yana boshqa bironta odam salom aytib yuborgani yo'qmi? Amakim o'g'illari ham so'rab qo'ydim degandilar. Qani, bilet numarini aytingchi. Shu bilet numarimi? Ha, mana shu biletni. Bilet numari
Nuch? Shu yoshga kirib nuch degan sonni bilmas ekanman-da. Yaxshilab qarang. Kechirasiz. 13. 13 deng. O'tirib tayyorlaning. Tayyormisiz, domlajon? Tayyormisiz? Yo'q, tayyorman demoqchiman. Tayyorman deyapsizmi? O'tiring. Xo'sh, birinchi savolga javob bering. Labay? Birinchi savolga javob bering. Xo'p. Nikkoning, kimyoviy shoshmang. Nikkoning? Bu nimadan imtihon berayotganingizni bilasizmi o'zi? Bilaman. Nimadan? Kimyadan. Bali. Kimyada nikkoniy degan gap yo'q-ku. H2O bo'lsa kerak. Yaxshiroq qarang. H2O'ning kimyoviy xossasi. H2O'ning o'zi nima? Labay? O'tiring. H2O'ning o'zi nima? H2O'ning o'zi H2O'ning o'zi o'zini H2O? Bu H2O'yizni o'zi nima? Nima bu? Suvmi, atyommi, sho'rvami? Bu nima o'zi? Suv. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa suvning xususiyatlarini aytib bering. Suvda juda xususiyat ko'p, domlajon. Suv bu ob hayot. Mo'l-ko'l hosil. Million tonna oq oltin. Suv bu vodoprovodda suv. Zildiriska suv. Ya'ni gaz suv. Toshkent suv. Undan keyin o'zimizni mana grafindagi. Xo'p, bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Bu suvda elektron bormi? Labay? Suvda elektron bormi deyapman. Suv domlajon bitmas tuganmas elektr manbai. Masalan, Dneprogez, Farhodgez, Chorvogez, Nuregez, Divizhogez, Farhodgez,